Xo'sh o'rtoqlar, S5 plus 1, S5 qo'shuv 1. İngilizchalab C5 plus 1, ya'ni Markaziy Osiyo, 5 ta Markaziy Osiyo mamlakati Amerikaga Donald Trump oldiga 5 plus 1 deb nomlashdi. Ya'ni nimaga Amerikada S5 plus 1 degani Central Asia, ya'ni Centralniy Aziya, Markaziy Osiyo. Central Asia, Markaziy Osiyo degan. 5 ta Markaziy Osiyo davlati prezidenti plus 1 bitta Trump uchrashdi Washingtonda. Endi bitta hozir O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning gapi rus propagandistlar tomonidan sal noto'g'ri talqin qilinyapti. Ya'ni aytdiki, biza Mirziyoyev ruscha gapirganini zo'rg'a topdim, o'sha ruscha gapirganini qo'yaman, lekin boshqa publiklar o'zi ruschada gapirganini inglizchaga tarjima qilib, inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilishyapti. O'tda "Vi prezident mira, siz dunyoni prezidentisiz" deb talqin qilishyapti. Lekin bu yerda mir dunyo degani ruschalab, mir tinchlik degani ikkita ma'noni anglatadi. Mir so'zi mir dunyo, mir tinchlik. Вот такое внимание с вашей стороны. Это президент мира, и вы очень многое сделали для 8 войн остановили. Endi siz tinchlik prezidentisiz, chunki 8 ta urush to'xtatdingiz dedi. Lekin 8 ta urush to'xtatdingiz, siz tinchlik prezidentisiz dedi Shavkat Mirziyoyev. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, Mirziyoyev agar o'rischaga tarjima qilsak, mir dunyo Ziyoyev bo'ladimi yoki tinchlik Ziyoyev bo'ladimi? Ruschaga tarjima qilsak.